Bundan 7 yil oldin mana shu kuni dunyoga Muhammad Yusufov keldi. Nuri, fayzi, barakati bilan keldi. Dadajoniga dildosh bo'lib keldi. Opalariga jondosh bo'lib keldi. O'g'lim, shayxim, imom o'g'lim. Ha, seni doim shunday chaqiraman bo'lam. Sen mening Muhammadim, mening Yusufimsan. Allohim, farzandimni o'zingning eng suyukli bandalaringdan qilishingni so'rayman. Uni ummatga manfaatli qilgin va to'g'ri yo'ldan adashtirmagin. Unga o'zing rozi bo'ladigan hayot nasib etgin. Uni kuchlilar, quvvatlilar va taqvodorlar safidan qilgin. Uni seni rozi qilishga intiladigan va sendan qo'rqadigan odamlar bilan o'ragin. Uni toqatidan ortiq sinamagin. Unga o'z huzuringdan manfaatli va rabboniy ilmlar hamda yuksak fahm va farosat ato aylagin. Robbim, uni yolg'iz o'zingdan boshqa hech kimga va hech narsaga muhtoj etmagin. Uni shokirlar, tavvobinlar va zokirlar qatoridan qilgin. Uni sening oldingdagi burchlarni ato etishida sobit qadam qilgin. Ikki dunyoda aziz qilgin. Uni hisobsiz jannatingga kirguvchilar qatoridan qilgin. Uni o'z nafsining yomonligidan asra. Uni o'zingga oshiqlardan qilgin. Ya